Hammaga assalomu alaykum. Chuqur dam olishdan so'ng darslarimizni davom ettiramiz. Bugun birinchi va boshlab beradigan darsimiz bu 8-ilk qismdan boshlaymiz. Har doimgidek dangiza topishdan boshlaymiz. Bitta ikkita so'z bilan asosiy mazmunni ochib berishga harakat qilamiz. Matn berilganimizda umumiy to'g'ri javobni esa bizga kyoljhada so'zi, ya'ni kyoljhasayo so'zi ochib beradi. Kyoljhada so'zi asosan elektron, rasmiy yoki naqd pulsiz to'lovlar uchun ishlatiladi. Ya'ni biror narsani sotib olayotganda pul o'tkazish yoki hisob-kitob qilish jarayoni hisoblanadi. Ya'ni xarid qilish. Biz ko'pincha sadani ishlatamiz, lekin kyoljhada aynan shu tizimda ishlaydi. Kyoljhadadan kelib chiqib to'g'ri javobimiz yemhda, ya'ni xarid uslubini belgilasak bo'ladi. Keling endi umumiy matnni tarjima qilib ko'ramiz. Umumiy matnda nima deyapti? Konsert sanasi va odamlar sonini tanlab keyingi, ya'ni keyingi tugmasini bosing deyapti birinchi gapimizda. Ikkinchisida, ya'ni bu yerda xohlagan bizda bu yerda chvasok turibdi. Chvasok istagan joyingizni tanlab, so'ngra tanlagandan keyin boya aytganimizdek xarid, ya'ni to'lov amalga oshiring. Kyoljhasayo so'zi turibdi. Yemhda bu aytganimizdek chipta sotib olish uslubi. Hengsasoga tadbirni tanishtirish. Tingnoq muni bu bizda ro'yxatdan o'tish bo'yicha so'rov va savollar. Kyovan sunso bizda bu almashtirish tartibi hisoblanadi va to'g'ri javobimiz yemhda hisoblanadi. Aytganimizdek bitta so'z va bitta javob.